Assalomu alaykum. Salom. Qalbimning qadrdoni bo'lgan mehribon oila a'zolarining g'amxo'r insoni Minavarxon opajonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog' va salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi kunlaringiz fayzu barokatlarga, xayrli amallarga ilm-olim to'lib o'tayotgan bo'lsin va bugungi qarshi olgan yana bir bor bahoringiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim, 100 yoshlarga kiring, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, doimo farzandlaringiz baxtiga, jamiki yaqinlarni baxtiga sog' salomat bo'lib uzoq umrlar ko'ring. Biz sizni ayni damda, ayni soniyalarda kutilmagan qo'ng'iroq studiyasi orqali sizni bezovta qilib turibmiz. Bizga sizni ko'nglingizni ko'tarish maqsadida sizga atalgan chiroyli yazgu tilaklar yetib kelgan, albatta yaqinlaringiz tomonidan. Taxmin qilib ko'ra olasizmi, bizga tabriknoma yo'llagan insoningiz qaysi yaqiningiz bo'lishi mumkin? Xumora ham bo'lishi mumkin. Voy, mashalloh. Albatta-da, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib, o'zlari ham alohida ta'kidlab o'tib ketganlar. Juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman opajonimni deya Xumoraxon opamiz tomonidan yetib kelgan va bizga aloqaga chiqqanlar. Agar ruxsat bersangiz, vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ularning chiroyli qalb izhorlarini sizga yetkazib qo'ysam maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi. Mana shunday go'zal satrlar albatta siz uchun atalgan, qani marhamat. Onamga o'xshaydi ko'zingiz opa. Otamga o'xshaydi yuzingiz opa. Otam va onamdan keyin men uchun eng yaqin insonim o'zingiz opa. Dardimni aytishga sirdoshim opam. Sabri osmon qadari baridoshim opam. Yaxshiyamki borsiz dardimni tinglab, artasiz ko'zimdan ko'z yoshim opam. Assalomu alaykum. Qalbim tubidagi yaqin insonim. Ifori jannatiy bo'lgan suyukli opajonim o'zimni. Avvalambor qalbi suvdan-da tiniq, orzulari bepoyon, yaqinlarga mehribon, nihoyatda kamtar, hokisorim, hamisha yordamga shay mehribonim. Allohim sizni o'z panohida asrasin. Sizga siz kutgandan-da ziyoda kunlar ato etsin. Sizga doimo baxtlar tilayman. Shu go'zal yuzingizda kulgu tabassumlar hech qachon arimasin. Opajonim, hamisha sevinchingizni sherik bo'lib, yoningizda yurishlik nasib etsin. Umringiz uzun, dasturxoningiz to'kin, iymoningiz butun bo'lsin. Rejalashtirgan barcha yozgu niyatlaringizni Allohimdan o'z ijobatlarimda so'rab qolaman. Sizga oilaviy baxt, sog'lik, salomatlik tilayman. Ilohim farzandlaringiz baxtini, kamolini rohat, farog'atda ko'rib yuring. Yana bir bor go'zal yoshlaringiz muborak bo'lsin. Sizga dunyodagi jamiyat yaxshiliklarni va oxirat farog'ati-yu ikki dunyo saodatini yaratgandan so'rab qolaman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur. Opajonim meni, boringizga shukr. Har aytgan so'zingiz ibrat men uchun. Har bosgan yo'lingiz hikmat men uchun. Singlingiz bo'lmoqlik, shavkat men uchun. Siz bor hayotimga yetmaydi putur. Opajonim meni, boringizga shukr deya sizni sevimli singlingiz o'zining betakror tilaklarini yakunlagan. Rahmat. Minnatdorman. Vaqtingizni olganim uchun. Xumoraxonga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Albatta Shavkat aka baxtli bo'lib, onların to'ylarini yaxshi kunlarini ko'rsin. Ilohim. Katta rahmat. Sizga da rahmat. Minnatdorman. Shirin joningiz Allohimning o'ziga omonat. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Ilohim opajonlarning umrlari uzoq bo'lsin, mehr oqibatlariga ko'zlar tegmasin, musiqiy sovg'alar yangraydi, qani marhamat. Onangizga o'xshab ketar qoshlari, endi yoshmas ulg'aymoqda yoshlari. Hech oqmasin alam degan ko'z yoshlari. Opangizni yo'qlab turing singillar. Hech bo'lmasa bir oyda bir dardlashing. Bolalikni eslab birga chaqchaqlashing. Opa singil bu dunyoda g'animat ekan. Opangizni yo'qlab turing jon singillar. Opajonim, mehribonim, sizni ko'rsam yurak qalbim esirar. Ko'zlaring